Assalomu alaykum hurmatli bizni kuzatuvchilar. Bugun men sizlarga xalq tilida tishlarning yiringlashiyu tibbiyot nazdidagi periodontitlar haqida gapirib bermoqchiman. Berayotgan ma'lumotlarimiz sizga foydali bo'ladigan bo'lsa, like belgisini bosib qo'ying. Video manfaatli bo'lishligi uchun boshqa insonlarga ulashib qo'ying. Savollaringiz bo'lsa, izohlarda yozishingiz va bizga yo'llashingiz mumkin. Bu savollarga biz albatta javob berib o'tamiz. Eng avvalambor bu qanday kasallik ekanligini qisqacha tushuntirib beraman. Tish atrofidagi to'qimalarning yoki tishning ildizini uchidagi to'qimalarning o'zgarib qolishligi, ya'ni infeksiya o'chog'iga bo'kib qolishligi bu periodontit deb ataladi, ya'ni tish atrofidagi to'qimalarning yallig'lanib qolishligi. Bu joylashish joyiga qarab ildizning uchki sohasida va tish ildizining yon sohalarida borayotgan jarayon hisoblanadi. Periodontitlar boradigan joyini biz belgilab oldik. Ana endi uni qanday yuzaga kelishligi haqida gaplashib o'tamiz. Eng avvalambor og'iz bo'shlig'i gigiyenasi bunga sababchi bo'ladi, chunki tishlar atrofida yig'ilib qolgan toshlar bu bakteriyalarning koloniya o'chog'i hisoblanadi. Mana shu bakteriyalar sekin-astalik bilan tishning ildiziga qarab yon tarafidan harakatlanib borishi natijasida tish yon atrof to'qimalari zararlanadi va periodontit yuzaga kelib qoladi. Bu yon tarafdagi, ya'ni tishlarning yonidagi marginal periodontitlar deb hisoblanadi. Ikkinchi xil periodontitimiz bu ildizning uchida dedik. Ildizning uchidagi periodontitlar ko'p hollarda, aksar hollarda davolanmagan karies va uning rivojlanishi natijasida kelib chiqqan pulpitlarning davolanmasligi natijasida ildizning kanalidan, tish ichidan kelib tish ildizini uchiga yetib borib qoladigan periodontitlar bunga misol bo'ladi. Ana endi yon tarafda boradigan tishning yallig'lanish kasalliklariga sabab bo'ladigan vositalarni aytib o'tamiz. Eng avvalambor tishlarni atrofidagi toshlarini bunga misol qilib olgan edik. Og'iz bo'shlig'idagi blyashkalar, ya'ni ovqat qoldiqlarining o'sha joyda yig'ilib qolishligi, noto'g'ri qo'yilgan tish koronkalari, qachondir siz qoplama qo'ydirgansiz, bu qoplamalar travmatik tarzda qo'yilib qo'yilgan bo'lsa, o'sha joyda ovqat qoldiqlari yig'ilishga karman sifatida, ya'ni o'choq, cho'ntak sifatida sharoit yaratiladi va periodontitlar kelib chiqishiga asosiy sabablardan biri ham mana shu noto'g'ri qo'yilgan tish koronkalari bo'lib qolishligi mumkin. Bundan tashqari, siz qachondir tishingizni davolatish maqsadida shu tishingizga plomba qo'ydirgansiz va buni natijasida bu plombalar tish markazi bo'ylab to'g'ri qo'yilmaganligi, tishning yon taraflaridan osilib bir burchaga chiqib qolganligi sababli aynan o'sha sohada ovqat qoldiqlari yig'ilishiga sharoit, bakteriyalar ko'payishiga sharoit paydo bo'lgan va buni natijasida shu sababdan sekin-astalik bilan yon tarafdagi periodontitlar rivojlanib qolgan bo'lishligi mumkin. Ba'zi insonlarning yomon odatlari sababli ham yon tarafdagi periodontitlar shakllanib qolishligi mumkin. Bundan tashqari, spirtli ichimliklar ichuvchi insonlar, ya'ni o'sha piva kabi butilkali narsalarni tishlariga travma berib, qattiq narsalarni tishlab ochishligi, qopqoqlarni ochishligi kabi yomon odatlari ham mavjud. Yana bir insonlarda asabiylashgan holatda, stressi bor vaqtida tirnoqlarini doimiy tishlab turish kabi yomon odatlar shakllanib qolgan bo'ladi. Ana endi apikal periodontitlar, ya'ni tishning ildizini uchida shakllanib qoladigan periodontit yallig'lanish kasalliklariga sabablar vaqtida davolatilmagan karieslar. Buning natijasida pulpit, ya'ni tishning nervini yallig'lanish kasalligi, buning natijasida o'sha nerv yallig'langandan keyin o'z hayotchanligini yo'qotadi, o'lib bo'ladi va bu kanalda qolib ketishi natijasida infeksiyaning o'chog'iga aylanib qoladi va infeksiya tashqi muhitga chiqib keta olmaydi, balki tishning ildizini uchiga harakatlanib, tish ildiz uchida shakllanib, to'planib koloniya paydo qiladi. Mana bunday holatlarda apikaliya, ya'ni tish ildizini tub qismida yig'ilib qolgan infeksiya o'chog'i periodontitlarni keltirib chiqazadi. Yana tish ildiz uchida shakllanib qoladigan yallig'lanish kasalligiga sabab bo'lib qoladigan yatrogen, ya'ni vrach tarafidan yetkazilgan asorat sababli bo'ladi. Bunday holatlarda tish kanallarida qaysidir infeksiya o'choqlarini qolib ketishligi, mana shu infeksiya o'choqlariga organizmning immun kuchi yetmasligi natijasida sekin-astalik bilan yillar davomida og'riqsiz simptom shaklida kechadigan periodontitlar ham bunga yaqqol misol bo'la oladi. Kasallikni keltirib chiqadigan sabablarni bilib oldik. Ana endi kasallikning kechishi haqida gaplashib o'tamiz. Ko'p hollarda bunday periodontitlar og'riqsiz, ya'ni surunkali tarzda yillar davomida kechishligi mumkin. Tishingiz hech qanaqa og'riq bermaydi. Bu degani shu tishingiz kasal emas, sog'lom degani emas. Balki surunkali tarzda og'riqsiz simptomlar bilan namoyon bo'ladigan periodontitlar bor. Bu yillar davomida, bir necha yil davomida yig'ilib keladi va ayni bir vaqtning o'zida xurujlanadi, oxirida og'riq beradi. Bu periodontitning surunkali kechishi hisoblanadi. Ana endi ba'zi hollarda periodontitlar o'tkir bo'ladi.
Ya'niki tezda organizm reaksiya beradi va og'riq kuchli bo'ladi. Surunkali periodontitlarning yallig'lanish kasalliklarini kechishini qanday bilib olsak bo'ladi? Eng avvalambor aynan shu tish sohasida biroz qimirlash paydo bo'lgan bo'lishligi mumkin. Bundan tashqari tishlash jarayonida, chaynov jarayonida ba'zan o'qtim bo'lib turadigan og'riqlar. Tashqi muhitning harorati o'zgarganda shu tish atrofida yoki shu tishning tubida ba'zan sizga simillatuvchi og'riqlar sezishingiz mumkin. Bu ana shu tish sohasida kechayotgan og'riqsiz surunkali periodontitlarga belgilari hisoblanadi. O'tkir kechuvchi periodontitlarda siz tishingizni bossangiz, tishlash jarayonida yoki barmog'ingiz yoki tilingiz bilan tishingizga teginsangiz og'riq qaqshatqich kuchli bo'ladi. Bu periodontitning o'tkir shakli hisoblanadi. Bunday holatda siz chidab tura olmaysiz, vrachgacha yugurib borishingizga to'g'ri keladi, chunki og'riq qaqshatqich bo'ladi. Kasallikni qanaqa kechishi, nimalar sabab bo'lishligini bilib oldik. Endi uni davolash etaplariga o'tamiz. Davolash etaplari malakali stomatolog tomonidan amalga oshiriladi. Agar siz vaqtida borgan bo'lsangiz, bu tishingizni umrini saqlab qolish mumkin hisoblanadi. Ammo siz loqaydlik qilib, uzoq muddat yurib ayni xurujlangan, davolashning imkoniyati yo'q vaqtida keladigan bo'lsangiz, bunday holatlarda tishlaringizni oldiribgina qutulasiz. Bunday holatlarda eng yomoni yallig'lanish o'chog'i mavjudligi bo'lganligi sababli tishingiz olingan kundayoq implantatsiya o'tkazishning imkoniyati bo'lmaydi. Bu degani siz o'sha sohada ma'lum bir oylar davomida tishsiz yashashingizga to'g'ri keladi. Bu vaqt ichida sizning chaynov funksiyangiz o'zgaradi. Tishlaringizning jipslashuvi o'zgaradi va tish qatorida egrilanishlar oldinga, orqaga yoki chapga yoki o'ng taraflariga surilish paydo bo'lib qoladi. Bu tishingiz yo'qotilishiga sababchi bo'lgan oddiy periodontit kasalligini asoratlari hisoblanadi. Davolash etabi agar marginal, ya'ni yon taraflarda bo'ladigan bo'lsa, bunday holatlarda tishlaringiz davolanib bo'lingandan so'ng ularni shinalab mustahkam yondosh tishlariga qo'shib mustahkamlab qo'yiladi. Bunday holatda tishingizning umri uzayadi. Agar apikal, ya'ni margin tishning ildizini tubida paydo bo'lib qolgan yallig'lanish bo'ladigan bo'lsa, malakali stomatolog vrach kanallarni ichini infeksiyalardan tozalab beradi va siz antibakterial davo choralarini olasiz va qarabsizki, sizning tishingiz og'riq simptomlari yo'qolib, sekin astalik bilan kun sayin davolanishda boradi. Yon tarafdagi yallig'lanishni ham, ildiz uchidagi yallig'lanishni ham davolash anchagina vaqt va sabr talab qiladigan etap hisoblanadi. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, tishingiz atrofidagi milklaringizning qonayotganligi, tish atrofida simillovchi og'riqlarning borligi, tishlaringiz bir-biriga tekkanda tish ildizini tubida og'riqlar paydo bo'layotganligi bu belgi hisobida ko'riladi va siz albatta stomatolog vrachingizga borishingiz, uni nazoratidan o'tib qo'yishingiz kerak bo'ladi.